Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodar va singillar. Bugun siz bilan juda ta'sirli va qalbni larzaga soladigan mavzu haqida suhbatlashamiz. Bir lahza tasavvur qiling. Quyosh o'ta yaqinlashgan. Insonlar terga botgan. Milliardlab odamlar bir joyga yig'ilgan. Hech kim o'zining taqdiri nima bo'lishini bilmaydi. Har kimning qalbida bitta savol: mening oxirim nima bo'ladi? Ana shunday dahshatli kunda esa bir inson borki, u boshqalarga o'xshamaydi. U inson jannat eshigi tomon yuradi. U eshikni taqillatadi. Shunda jannatning qorovuli so'raydi: "Sen kimsan?" U zot javob beradi: "Men Muhammadman." Qorovul esa aytadi: "Menga sendan avval hech kim uchun jannat eshigini ochmaslik buyurilgan." Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Bu qanday buyuk sharaf! Dunyoda milliardlab insonlar yashadi, 100 minglab payg'ambarlar keldi, ammo jannat eshigi birinchi bo'lib aynan Muhammad sallallohu alayhi vasallam uchun ochiladi. Bu Alloh taoloning o'z rasuliga bergan eng katta ikromlaridan biridir. Lekin yana bir qiziq savol tug'iladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin jannatga birinchi bo'lib kim kiradi? Bu yerda yana bir ajoyib xabar bor. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Biz oxirgi ummatmiz, lekin qiyomat kunida birinchi bo'lamiz." Ya'ni dunyoga eng keyin kelgan ummat bo'lsak ham, jannatga kirishda birinchi bo'ladigan ummat Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatidir. Bu qanday ulkan ne'mat! Shuning uchun ham har birimiz alhamdulillah, men Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatidan qildi Allohim deb Allohga shukr qilishimiz kerak. Ammo yana bir hadis borki, u ko'pchilikni hayratga soladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Men jannatga qaradim. Unga kirayotganlarning ko'pchiligi faqirlar ekan." Nega aynan faqirlar? Chunki ular dunyo boyligi bilan emas, sabrlari, tavakkullari va iymonlari bilan boy edilar. Bu degani boy odam jannatga kirmaydi degani emas. Yo'q, islomda boylik ayb emas. Faqir inson esa sabr qilib yashasa, Alloh unga buyuk ajr tayyorlab qo'yadi. Endi bir lahza o'ylab ko'raylik. Jannat qanday joy? U yerda kasallik yo'q. Ya'ni insonlar u yerda kasal bo'lishmaydi, doimo sog'lom bo'lishadi. U yerda qarilik yo'q. Ya'ni insonlar qarishmaydi. U yerda g'am, qayg'u yo'q. Ya'ni insonlar jannatda qayg'uga, alamga, dardga hamda turli xil og'ir sinovlarga uchrashmaydilar. U yerda ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, inson xayoliga ham kelmagan ne'matlar bor. Alloh taolo Qur'onda jannat ahliga shunday xitob qiladi: "Sizlarga endi qo'rquv ham yo'q, g'am ham yo'q." Qanday baxt! Bir kun kelib inson shunday joyga kiradiki, u yerdan hech qachon chiqmaydi. Azizlar, balki siz ham jannatga birinchi kiruvchilar qatorida bo'la olmassiz. Lekin Allohdan so'rashimiz mumkin. Chunki payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar: "Firdavsni so'rang" deb buyurganlar. Duo qilishdan charchamang, tavbani kechiktirmang, namozdan asrang, ota-onangizni rozi qiling, Qur'on bilan do'st bo'ling. Chunki bu dunyo juda qisqa. O'zingizga bir savol bering. Agar bugun Alloh meni chaqirsa, men jannatga tayyormanmi? Bu savolga har kuni javob izlash mu'minning vazifasidir. Alloh taolo barchamizni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shafaatlariga erishgan, jannat eshiklari biz uchun ochiladigan Firdavs ahlidan bo'lishga nasib qilsin. Amin. Ya Robbil alamin. Agar ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, uni yaqinlaringizga ham ulashing, balki bitta insonning hidoyatiga sababchi bo'larsiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.